Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. O'tgan darsda biz PowerPointda ajoyib bir o'yin yaratgan edik. Bugun esa PowerPoint umumiy sozlamalari va bir ikkita yana qo'shimcha o'sha prezentatsiyalar tayyorlashni o'rganamiz. Bo'lsa, darsimizni boshladik. Birinchi o'rin o'tgan dars qilgan o'yinimiz, mana Brain Game'ni yasagandik. Albatta buni siz ham yasab ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bugungi umumiy darsimizni mazmuni mana bu menyularimizning ayrim qismlari, fayl bo'limini va vid bo'limi umumiy holatda o'sha menyular satrining qolgan menyularni o'rganib chiqamiz. Xo'p, birinchi slideshow bo'limiga o'tdik. Slideshow bo'limida nimalar vazifa bajaramiz, qarangizlar. Sen nachali bu mana shu prezentatsiyani boshlash yoki F5 tugmasi bilan amalga oshirishimiz mumkin mana. Mana shu prezentatsiya demak boshlandi. Keyingisi set tekushi slayd, ya'ni keyingi slaydni boshlab ketish. Keyingi slayd. Bu ham o'sha slaydda taqdimotga berish jarayoni bilan bir xil. Keyin onlayn prezentatsiya bor. Masalan, onlayn tarzda mana shu prezentatsiyamizni demak nima qilsak bo'ladi? Ulab ishlatsak bo'ladi. Lekin hozir bizga dastur berilmagan, shuning uchun bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri biz onlayn prezentatsiyani ishlata olmaymiz. Nima uchun ishlata olmaymiz? Chunki biz Microsoft'ni haqiqiy o'sha Office paketini sotib olishimiz kerak. Ya'ni sizga bu bepulga berilmaydi. Ya'ni obuna bo'lasiz, obunangizni nechidir dollar to'laysiz va mana shu Microsoft'ni 6 oylik umumiy paketini sotib olasiz. Hozircha bizga shart emas. Произведенный slideshow, bunisini ham masalan sizlar ko'rsangiz bo'ladi. Asosiy vazifasi nima emas, muhim emas bularniki. Настройка slideshow. Slideshowni biza настройка qilsak bo'ladi. Qanday ko'rinishda, nimalarga qarash, nimalarni chiqarish, masalan, полный ekran deyapti, masalan, okno, полный ekran. Bu bo'limlarini mana shu yerdan sozlab olsak bo'ladi. Bu ham bizning darslarimizda uncha ko'p foydalanish zarur bo'lmaydi. Secret slide, masalan, glavniydan bir nechta slaydlar qo'shib olamiz. Mana bir nechta slayd qo'shib oldik. Mana shulardan esa ikkinchi slaydni slideshow orqali secret slide qilamiz. Mana. Yoki mana uchinchi nimasini. Yoki buni yoqib qo'yishimiz mumkin. Va F5 tugmasini bosadigan bo'lsak, mana birinchi slayd, ikkinchi slayd mana secret, uchinchi slayd ham secret mana. Xuddi shunday, demak, secret slaydlarni bizga namoyon etmaydi. Настройка время, buni secretdan chiqarib qo'yishimiz kerak. Настройка времени, ya'ni o'sha vaqtini olishimiz mumkin yoki mana shu ekranda umumiy holatda mana bu yerga e'tibor bersak, zapis qilib olishi mumkin. Ya'ni prezentatsiyani biz zapis qilib olamiz. Продолжать запись, o'sha videosini ko'rishimiz mumkin yoki davom ettirishimiz mumkin. Demak, bu yerdan ham chiqamiz. Mana zapis slideshow, ya'ni mana shu slayd showni, ya'ni prezentatsiyamizni zapis qilishimiz mumkin. Umumiy holatda bu yerda o'zining ptichkalari bor, bularga tegishmaymiz, ya'ni avtomatik turaversin. Bu yerdagi настройкаларga teginmaganingiz ma'qul, chunki o'zi standart tarzda bizga biriktirib berilgan. Bularda umumiy holatda o'sha o'zgartirmaganimiz ma'qul ekan. Resenzirovani, endi bu yerda orfografiya, masalan, mana bu Brain Game deb yozgan matnimiz, restart degan matnimiz orfografiskiy, ya'ni so'zimiz o'zbek tiliga to'g'ri tarjima qilinganmi yoki mana shu so'zlarni to'g'ri yozganmizmi, uni tekshirib olsa bo'ladi mana orfografiya bo'limi orqali. Va bu yerda mana hech qanday xato so'zlar yo'q, shuning uchun orfografiya to'g'ri tekshirib berdi. Intellektualniy poisk, bu найти bo'limi, ya'ni bizga o'sha umumiy holatda izlab beradi. Bu ham hozir kerak emas. Перевод, yozik, bu endi o'zi demak til parametrlarini sozlash. Bu yerda masalan rus tiliga, ingliz tiliga o'tkazib olsak bo'ladi. Перевод bu bitta matnni ikkinchi matnga tarjima qilish. Men buni sizga oddiyroq usullarini hali o'rgataman, ya'ni internet orqali bo'ladi mana. Angliyskidan masalan nemisskiga o'zgartirib olsak bo'lar ekan. Masalan, Brain Game so'zini belgilaylik, bitta sinab ko'rishimiz ham mumkin.
Bringem, перевод, выделение другой язык. Больше не показывать. Да. Va mana angliyskidan nemischaga bu yoqda o'tkazib beryapti. Parametr перевод bosamiz. Masalan перевод inglizcha язык mana. This is spravочник. Endi bular o'zimiz xohlagandek chiqmaydi, chunki mana e'tibor bergan bo'lsangiz, har xil ko'rinishdagi matnlar bilan yozib beryapti. Mana nemis tilidagi matn, bu yoqda ham nemis tilidagi so'zlar bilan, lekin uje mana bu matnni to'g'ridan-to'g'ri translate qilib bera olmayapti. Demak, bu ham foydalanmagan. Примечание nima edi? Примечание bu izoh yozish edi. Mana so'zlar примечаниеni bosib qo'yib, bu yerga o'sha kommentariy yozib ketsak bo'lar edi. Mana kommentariy, yana kommentariy qo'shishimiz mumkin. Ya'ni o'sha matnda slaydda yuqorisida chiqib turadi. Masalan, mana bu brain game'ga yozilgan kommentariy mana bu yerda turibdi. Slaydda o'ziga yozilgan kommentariy esa pastki qismda turibdi. Nachat rukopисный вывод bor. Bu yordamida bizlar o'sha pero nimalar yordamida slaydingizga chizishingiz mumkin. Har xil shakllarni. Выделение menimcha bu o'chirgich emas, bu marker ekan. Mana bunga o'xshab marker chizishimiz mumkin. Lastik endi bu o'chirgich lastik, mana o'sha chiziqlarni birma-bir o'chirib tashlash imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Произведение bu belgilab olish. Masalan, mana shuncha qismini belgilab olib o'chirib nima qilib tashlasak bo'ladi. Vibor obyekt bu obyektni belgilash. O'sha obyektni belgilab olsak bo'ladi. Bu yerda ruchka, ya'ni ruchkani qalamda tuzilishlar, qanaqa shaklda yozsin, qalinroq, ingichkaroq yozilishi, svetlari, ya'ni ranglarini almashtirsak bo'ladi. To'lshina bu o'sha chiziqni qalinligini boshqarsak bo'ladi. Umumiy holatda Resenzronining mana shu ruchka bo'limini mana shunday shaklda, demak, o'rganib chiqsalaringiz bo'lar ekan. Keyingisi vid endi ko'rinish. Masalan, bu hozir обычный ko'rinish. Mana shu umumiy ko'rinishimiz. Обычный ko'rinish bo'ladigan bo'lsa, biz buni rejim struktura, ya'ni strukturaviy ko'rinishga o'tkazishimiz mumkin. Sortirovщик slayd, ya'ni slaydlarni sortirovkalangan holatda. Stranicy zametok usuli bor ekan, mana zametka holatida 2-3 nima rejim chitini o'qish rejimida, masalan, mana kitobcha shaklida o'qish rejimida. Obrazец slayd, ya'ni slaydni demak nimalari obrazeclarini ko'rinishini kiritsak bo'ladi. Bu yerda obrazec slaydni o'zi yonar ekan. Mana bu yerda выставить slayd, ya'ni slayd qo'shish, выставить maket, boshqa maket qo'shish, удалить qilib tashlashimiz mumkin. Masalan, o'zimizga keraksiz maketlarni удалить, переименовать, ismini o'zgartirishimiz mumkin. Выставить заполнение, masalan, mana bunaqa rasmli obyektlarni tanlab olishimiz mumkin. Заголовок mana umumiy mana shu yuqori qismidagini o'chirib qo'yadi. Nijniy kolon titul, pastdagi kolon titulni o'chiradi. Tema tanlashimiz mumkin. Masalan, o'zimizda slaydga mos birorta temani mana shu joyda bir almashtirib olishimiz mumkin ekan. Har biri uchun almashadi. Svetlari, bu ranglari, masalan, ichidagi matnlari bilan almashtirib olsangiz bo'ladi. Shriftni, qanaqa shriftlarlari bor, masalan, ichidagi yozuvlarni ko'rinishi mana. Effekt, ya'ni mana shunday effektlar bersak bo'ladi. Har xil ko'rinishdagi effektlarni berib olsak bo'ladi. Stil fon, orqa fonini almashtirish bu yerda. Masalan, mana shunday ko'rinishda orqa fonlarni almashtirib olsak. Secret fonovirusinki, ya'ni mana bu o'sha obrazisimizda berilgan mana bunday qizil lentalarni olib tashlaydi mana. Secret fonovirusinki. Razmer slaydni razmeri 4:3 yoki 16:9 qilishimiz mumkin. Rejim buni polni o'chirib tashlaydi. Vetda yana nimalar bor? Linika bor, masalan, chizg'ich qo'yishimiz mumkin mana. Setka bor, setkalarga bo'lib olishimiz mumkin. Wordda o'tgandek eslasangiz. Направляющий bo'laklarga 4 ta bo'lakka bo'lib o'sha nimamizni prezentatsiyamiz qo'llab olsak bo'ladi. Masshtab bor, masalan 400, 200, 100, 66, 50, 33 foizlik masshtablarga buni joylab olsak bo'ladi. Website okno, ya'ni ko'rinish. Hozir обычный holatda tursin. Website okno. Bu yerda ishlamas ekan, zametkani o'chirib qo'yamiz.
ranglarda черный, белый rang, mana slayd har xil ko'rinishdagi shablonlari bor ekan. O'sha shablonlarga o'tkazib olsak bo'lar ekan viddan. Bu yog'i okno operator bo'lsa, bularda ham birma-bir makros qo'llasak bo'ladi. Hozircha sizlar makros shart emas. Endi bizda qolyapti bu slaydimizga ham xuddi Word, Excel, Word kabi fayldan, demak nima qo'ysak bo'ladi? Zashit o'rnatsak bo'ladi. Ya'ni o'sha prezentatsiyamizda zashifrotsiya, используем parol. Parollab qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerga parol qo'yamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana parolimiz. Parolni qaytaring. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana parolni ham qaytardim. Ok tugmasini bosaman. Prezentatsiyamiz parollandi. Sazdat yangi papka yaratish, ya'ni yangi slayd yaratadi. Открыть, kirish, сохранить bu o'sha saqlab qo'yish, pechat. O'sha prezentatsiyamizda demak printerdan pechatga berib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda ham masalan pechat tugmasini bossangiz, o'sha prezentatsiyangizda nima qilar ekan? Pechatga bosib chiqarar ekanman. Черный, белый. Bu yerdan otdan kelsa светный variantini ham qilsak bo'ladi. Color titullarga qo'llasak bo'ladi. Уже bu yerdan nechta nusxaga chiqishini qo'llasangiz bo'ladi. Dastup bersangiz bo'ladi. Dastup, export bular shart emas bizga. Zakrit yopadi. Учетный запись o'zingizni akkauntingizni bunga ulab qo'ysangiz bo'ladi. Parametr oynasi, parametrda ham xuddi Word kabi birinchi общий umumiy parametr bu yerdan tema ofisni mana temni seriyaga o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Provisaniya, masalan, bu ko'p sozlamalar, ya'ni parametrlar to'g'ridan to'g'ri qo'yilgan bo'ladi. Siz ularni masalan olib o'zgartirib tashlashingiz shart emas. Сохранение, bu avtosaqlanение. Mana shu faylimizni avtomatik saqlab qo'yish uchun qo'llaniladi. Mana buni 1 minutga qo'ysangiz, har 1 minutda dasturni o'zi qilgan fayllaringizni saqlab boradi. Bu juda qulay siz uchun. Yozik, tilini o'zgartirishimiz mumkin. Дополнительно bu yerdagi ham ko'p nimalarga teginmaymiz. Настроить lentу parametrlarga. Bu lenta nima? Bizda mana menyular satri bor edi. Fayl, главный, menyu, выставка, dizayn, переход, animatsiya, slideshow, resenziya. Mana shu menyularga qo'shimcha yana boshqa menyular qo'shishimiz mumkin bu yerdan yoki o'sha menyularimizni bu yerdan nima qilib tashlashimiz mumkin? Udalit qilib tashlashimiz mumkin, olib tashlashimiz mumkin ekan. Bistro, panel bistroga dastur. Mana bu tepada turgan mana bu 4 ta buyrug'imiz bor. Mana shu yerda mana shu 4 talasi. Bu yerdan qo'shsangiz bo'ladi xohlasangiz. Mana verizatni davet qilaman. Mana verizat menyusi qo'shildi. Qachonki men ok tugmasini bosadigan bo'lsam, mana bu yerda demak qaychini rasmi paydo bo'ladi. Mana shu verizat. Nastroyka bilan sentr управления ham xuddi shu vazifalarni bajaradi. Ok tugmasini bosamiz. Tak. Mana qaychini rasmi paydo bo'ldi. Mana e'tibor bersanglar, mana temasini o'zgartirganim, temasi o'zgardi. Qaychini rasmi paydo bo'ldi. Demak, shu bilan Word dasturini, mana PowerPoint dasturini biz tugatdik desak ham bo'ladi. Sizlarga qoladi endi amaliy vazifalar bajarish. Xo'p, keyinda sizlar bilan bir ikkita yana chiroyli usullarni o'rgataman. Xo'p, qarangizlar, masalan, ayrim prezentatsiya qilayotgan vaqtingizda sizga nima kerak bo'ladi? Rasmlar kerak bo'ladi. O'sha rasmlardan professional tarzda foydalanishingiz kerak. Mana sizlarga bitta zo'r lifehackni o'rgataman. Mana figuralar olamiz. Masalan, figuralardan biz 6 burchak olaylik. Mana 6 burchak. Mana 6 burchak chiroyli ko'rinishga yasab olishimiz kerak mana. Va o'sha 6 burchakdan nusxa olamiz. Qanday edi? Ctrl C, Ctrl V olasak, mana shunday chiziq holatida joylashtirib chiqaman men. Yoki Ctrl ni bosib turib, o'zini tortib ham, demak, nima qilsak bo'lar ekan? Joylashtirib olsak bo'lar ekan. Qancha o'sha chiziqlarini tekis to'g'ri joylashtirsangiz, o'sha yasayotgan rasmingiz ham bu yerda chiroyli ko'rinishda bo'ladi mana. Endi bularni hammasini belgilashimiz kerak. Sichqonchaning chap tugmasini teparoqdan ushlab turib pastga bosamiz. Mana bularni hammasi belgilandi. Endi nima qilamiz? Bularni gruppalashimiz kerak. Xo'sh, qanday gruppalaymiz? Mana belgiladik. Xohlasak, mana format bo'limiga o'tib, bu yerdan gruppirovatdan C gruppirovat qilishimiz mumkin. Mana yoki Ctrl G edi adashmasam. Yo'q, bundan bo'lmadi mana. Gruppirovat qilaman.
Gruppani bosdim, mana bitta gruppa bo'ldi. Bu gruppa qilish nima? Masalan, bir vaqtda o'zida siz hamma fayllarni demak siljita olasizda, mana jamlab beradi. Xuddi masalan kitoblaringiz bor, har bitta kitobingizni ko'tarib yursangiz qanday, o'sha kitoblaringizni bitta qutichaga solib ko'tarib yurganingiz qanday bo'ladi mana. Biz ishlab oldik, ya'ni mana shu gruppa qilib oldik. Endi nima qilamiz? Bunga rasm joylashtirishimiz kerak. Buning uchun biz o'rgandik, dizayn bo'limiga o'tamiz. Mana dizayn bo'limidan format fonaga kiramiz. Format fona. Bu yerdan risunok et teksturaga o'tamiz. Bu o'zgartirib yubordi. Ctrl Z ni bitta bosaylik. Mana figurani belgilab qo'yingizlar. Figurani belgilab, endi risunok et teksturaga o'tamiz. Mana tekstura jamlandi. Bizlarga rasm kerak. Rasmni qanday qo'yamiz mana? Fayl menyusiga kirib, bu yerdan birorta rasm, masalan, O'zbekiston Airways, o'sha rasmni yuklaymiz. Mana. E'tibor beringizlar, mana samolyotda qanaqa ko'rinishda bizlar demak nima qildik? Joylashtirib oldik. Xuddi shunday, masalan, boshqacharoq stildagi yana prezentatsiya qilib ko'ramiz. Buni albatta kompyuterda bajarib ko'ringizlar. Kompyuterda bajarib ko'ramiz. Gruppa qilishni o'rganlaysiz. Mana rasmni belgilaysizlar. Hamma rasmlarni Ctrl A bilan ham belgilasangiz bo'ladi. Format bo'limi ochiladi. Formatga kirib, mana gruppirovat, mana shu buyruqqa bosasiz. Mana Veronet bilan Powernote o'rtasida turadi, mana topolmasalaringiz. Bu razgruppavat esa o'sha gruppadan ajratadi mana. Har biri alohida samolyot bo'lib qoldi. Agarda buni gruppa qiladigan bo'lsak, risunokka o'tkazib qo'yamiz mana. Hammasi o'sha bittaga jamlandi. Xuddi shunday bajarsangiz bo'ladi. Kelingizlar, bu yerga birorta orqa foniga bitta rasm qo'yib olamiz mana, samolyotning rasmi. Endi qarangizlar. Men dizayndan, vistavkadan bitta figura olaman, ya'ni mana turburchak figura. Figuramni kattalashtiraman. Mana rangi ko'k ekan figurani. Kelingizlar, masalan, sizlarga ko'rinsin. Mana qora bo'lsin, mana. Tak, qora rang tanlaylik. Mana figuramiz rangi qora bo'ldi. Endi kattalashtirib mana shu ekranni demak nima qilamiz? To'liq qoplashligini ta'minlaymiz. Figurani ta'minladik. Endi ustiga bosdik mana figurani va dizayndan yana o'sha format fonani bitta bosib olamiz. Mana format fona bo'ldi va orqa tarafidagi demak nimani listi belgilab. Bizlar mana bu figurani belgilashimiz kerak. Figurani ustiga 2-3 marta tugmani bosib olamiz. Mana belgiladik. Endi qarang, gradiyentni zalivkaga o'tamiz. Gradiyentni zalivka va bu yerda prozrachность degan qism bor. Prozrachностьni biz oshiramiz. Masalan, 40lar atrofiga oshiramiz va mana bu tochkalarni rangini o'zgartiramiz. Mana bu tochkaning rangi qora bo'lsin. Mana bu tochkaning ham rangi qora. Masalan, har bir tochkaning rangini demak nima qilamiz? Qora rangga o'tkazib chiqamiz. Va mana bu yerdan gradiyentni bo'laklari, masalan, mana shunday gradiyent qilamizdagini prozrachностьni endi oshiramiz. Prozrachность. Qaysi taraf prozrachность oshyapti? Mana bu taraf. Demak, bu taraf bizga shart emas. Bu 0 tursin. Demak, mana shu tarafdan prozrachностьni mana bu yerda o'zgartirib qo'ysak ham bo'ladi, xohlasalaringiz. Mana tiniqroq bo'lsin, 50% qilamiz. 50. Keyingi tochkani belgilab, buni ham nimasini masalan 40-30% da qilamiz masalan mana. 30%. Mana buni ham demak nima qilamiz? 30 qilamiz buni. O'zgarib boraveradi. Endi xuddi shunday nima qilishimiz mumkin? Mana bu yerga dumaloq figura qilishimiz mumkin. Buni qanday bajaramiz? Vistavkaga o'tamiz. Vistavkadan demak risunki birorta rasmni olamiz. Xuddi shu Airways rasmini olamiz. Mana rasm keldi. Buni kesib olamiz endi. Formatga o'tib, bu yerdan avrezga qilamiz. Proporsiya 1:1 o'lchamda kesib olamiz buni. O'zimizga kerakli, masalan, O'zbekiston degan yozuv turadigan qismni kesib olamiz. Xo'p, avrezga bosamiz va bu yerdan proporsiya ketdi. Abrizat po figura qilib, dumaloq shakl, ya'ni qani ovalsimon shaklimiz bor edi. Mana dumaloq shaklga o'tkazib, mana bunday yozib, masalan, bu yerga joylashtirib qo'yishimiz mumkin mana. Mana. Yoki mana bu qismga
mana. Bu qandaydir o'sha nimamizda, slaydimizda bir chiroyliroq stilga olib keladi. Xuddi shunday tarzda demak nima qilishimiz mumkin? Boshqa rasmlarda ham foydalangan holatda mana shunday yasab chiqishligimiz mumkin ekan mana. Mana bu yerga qo'yib qo'yadigan bo'lsak ham anchagina ko'rinish bo'ldi. Demak, vazifa sizlarga bo'ladi. Mana shu qilgan barcha ishlarimizni siz ham kompyuterda bajarib ko'rishingiz kerak. Albatta mana bunaqa chiroyli prezentatsiyalarni yasashni o'rganib, ertaga o'zingizda, masalan, hayotingizda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bo'lsa, keyingi darsgacha ko'rishguncha